bolani urish yaramaydi. Sen o'qimayapsan, sen tengdoshlaringdan orqadasan, anani yaxshi o'qiydi, o'rtog'ing yoki ukang, akang sendan tezroq, yaxshiroq qabul qiladi deb bolani urishganingizdan foydasi yo'q. Hattoki kattalarda ham eslab qolish qobiliyati pasaysa, yodlash qobiliyati pasaysa, mana ko'p ayollarimiz, hatto erkaklarimiz Qur'on yodlashga tushgan, yangi ilm yoki til o'rganmoqchi. Ayniqsa abituriyentlarda bu muammo ko'plab uchraydi. Abituriyentlar ozgina asabiy bo'ladi, oliygohga kirishga tayyorlanishadi, uyqu nostabil bo'ladi va fiziologik charchoqda yurishadi va ularda ham immun tanqisligi bo'lgani uchun, immuniteti past bo'lgani uchun, ko'chada yurgan yo'lida fast food iste'mol qilishga majbur bo'ladigan aholimiz uchun ham dastorbosh o'simligini tavsiya qilaman, hamda vrach ko'rsatmasiga ko'ra vrach bilan maslahatlashgan holatda Vermox yoki albendazol preparatlarini qo'llashingizni tavsiya qilib qolaman. Ushbu preparatlarni faqat vrach ko'rsatmasi va retseptiga ko'ra qabul qildiring. Boladagi 18 turdagi gijjani chiqaradi. Bir oyga qolmasdan xotira yaxshilanadi. Men ushbu preparatlarni hamda dastorbosh o'simligidan tayyorlangan choyni ertalab soat 6 da och qoringa qabul qilishlarini tavsiya qilaman. Bir kunda bir mahal, 10 kun davomida.